Belimdagi poyez narxi 65 ming so'm. Tepada Milwaukee ham bor, 200 dollarga yaqin. Endi ko'rsataman, bu nima uchun bizga kerak bo'lishi mumkin. Yoniga mana buni ham shuni tiqib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bitta ko'sachkilarni, plastgubsilarni, metrlarni, pichoqni ham solib, yoniga samarezlarni qo'ysanglar, misol uchun tepaga qarab, lesaga qarab chiqib ketsanglar bo'ladi. Tepada o'qishlayotgan ekanlar, mana bu yoqda sekin chiqib ko'rsataman. Misol uchun. Mana, lesaga qarab chiqib turasizlar. Aka, xalaqit qilmayapmanmi? Mana. Ko'ryapsizlarmi? Misol uchun nimadir mana. O'sha holatda molotokimiz boshqa narsa kerakmi, shuni olib joyiga shurpa yurt bilan qotirsanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasa samarez bilan. Juda ham akkuratnoy. Misol uchun. Buni tepadan bunday poyez yelkada osib o'radigan variantlari bor. Chotki misol uchun. Kerak bo'ladi. Bularning har xil variantlari bor do'konda. Buni narxi 65 ming so'm. Ko'ryapsizlar qanaqa turibdi? Yomon emas. Mana bunisi poyezli variant. Belbo. Bu endi bundan hech narsa tushmaydi. Yonlariga mana xohlagan narsani shuna qo'yib qo'yman, ishlayversanglar bo'ladi. Voy. Endi xohlagan narsani solish deganda mana taraflariga pul ham dollar ham solib qo'ysanglar bo'lar ekan. Mana bunisi boshqachasi. Xullas narxi 195 ming so'm. Bu armiyskiy variant. Men o'yladim bunisini baliq ovga chiqadigan akalarimizga yaxshi ko'rsa kerak. Buning narxi 195 ming so'm. Sal kichkinaroq varianti bor ekan, buni 155 ming so'm ekan. Mana bunisi 200 ming so'm. Zo'r, a? 85 ming so'm mana. Zojo. Mana bunga shurpa yo'rtni ham ildirib qo'yadigan bilan ildirib qo'ysanglar bo'lar ekan. 85 ming so'm. Bu eng arzon o'zimda turgani. 65 ming so'm.